Aleyküm assalam. Amina, uyduklarimizga balmon uzoq o'qibdi. Shu bugun qashqonliqqa berib kelsak yaxshi bo'ladi. Shu yaxshi bo'ladi. Ammo uyduklaringizni vaqtga qarab berib qo'y. Ha, ma'qul, yaxshi. Aha, ma'qul. Alo. Aleyküm assalam. Şahnoza? Al. Uydimisiz? Uyda. Bugun shu men aytganlarga chiqsam, kechlar chonlarga berib kelgan bo'lsak-ku. Ajab yaxshi bo'ladi deb men sig'ib ketyaptim. Ma'qul, ammo men chiqqan uyga kelgan so'z ish. Ha, ma'qul, men bir xabar berib qo'yaman. Ma'qul. Hey, Ikram. Şahmat başlık bunu bugün de kaldırmayı tekrar deydi. Ha, ma'qul, to'yga. Başlık mono dokumentlarni bugun tugatsin dedi. Ma'qul. Saat 9 bo'ldi, nima yursa. O'zandidan saat 8 tayyor bo'l. Aplonoyga boramiz deb rasmi? Даваться ha? Yapqana bo'ldi og'zingni, ha? Надоел уже babu. Kodildimig'ina. Meni o'ynab yurgan yerim yo'q bu yerda. Zerikdim men уже babu. O'zan saat 8 tayyor bo'ldi dedim rasmi? Amdilim kechib qoldi. Men вообще ko'ngil bo'lmaysa sen bo'l, men ketdim. Hech nima bilmayman bu ish yo'q. Tamam. Neyman olsan? Apamın ye. Ya sabır besin. Saat 9 bo'ldi, ne jursiz? Uydagilar ne vaqt bizni kutyapti? Tamoq et qo'ydik deb, ne chiqitimiz vaqt qildi bizga o'zi. Allohga shukr istab tayyor. Endi siz dedingiz o aplarımızla yük varmız deb, tamoqlarni etib bizni kutyapti ular. Muzlab ketganda yut qo'ygan tamoqlar edi. Shukr, bolalarimiz sizga qanisi bo'ldi.